Abduvaqt haqida qancha gapirsam shuncha oz. Abduvaqt bunaqa odam olamga boshqa kelmasa kerak deb o'ylayman. Chunki shunaqa inson edi. Men 60 yil shu odam bilan sahnada birga o'ynadim. Biron marotaba meni siz so'zingizni qoldirdingiz, yo o'qildingiz, bu qildingiz degan odam emas. Dili pok, o'zi pok. Sidqi dil bilan o'zini ishiga berilgan, oilasiga berilgan shunaqa odam edi. Men Vohidjonni hech qachon unutmayman. Ajoyib inson edi. Bu odamni hozir men bu kinolarda qolganini ko'rib juda xursand bo'laman. Kinoga chiqqanda yig'layman, Qur'on o'qiyman shu odamga bag'ishlab. Men juda hurmat qilar edim Abduvaqtni. Abduvaqtdan meni opajon deb juda hurmat qilar edi. Endi uni o'ynagan rollarini, uni qilgan ishlarini hech etib ado qila olmayman. Chunki judayam o'zini ishiga sodiq odam edi. Bironta kichkina epizod bo'lsa ham, shuni kechalari bo'lsa ham uxlamasdan ertasiga shundoq qoyil qilib kelib sahnada ko'rsatganda rejissyorlarni o'zi qoyil qolardi. Shunaqa inson edi. Men Abduvaqtni endi kechasi bilan o'yladim, nima desam ekan deb. Abduvaqtni yaxshi tomoni juda ko'p. Qaysi birini aytishga ojizlik qilaman. Yoqmayaptimi mijoz? Qitag'am kelyapti. Meni adarka ko'rgandami? Nima dedingiz? Qara endi, shunday chiroyli bo'lganimni qishloqda ko'rishganday deyapman. Ha, bo'lmasa-chi. Qo'ying. Atir desa ko'nglim ayniydi. Mirozga bilasiz, mana shu odamzod qiziqdi. Mana shunaqa intervyularda yoki bo'lmasa to'y, hasham, tug'ilgan kunlarda bir odam to'g'risida gapiradigan bo'lsa, sal oshirib gapiradi, sal qo'shib gapiradi. Chunki o'sha odamga nima deydi, o'sha odam xursand bo'lsin deydi boshqa. Lekin keyin o'zi ertasiga shu intervyuni yoki bo'lmasa o'ylab qolsa uyaladi. Nima qilardim, shu gapni gapiradi dedi. Lekin mana shu Vahidakam Qodirov haqida nima gapirmaylik, kim gapirmaylik, hammasi to'g'ri deb bilaman. Chunki Vahidakamdagi inson, Vahidakamdagi aktyor, Vahidakamdagi mana shu nima deydi, kamtarinlik, kamsuxallik hammasi Vahidakamga xos bir narsalardan biri edi. Men bir narsani aytib o'tmoqchiman. Misol uchun talant bo'lsa, ko'pincha qo'shib gapirsak, o'ta talantli deymiz. Haqiqatda mana shuni Vahidakamga uyalmasdan, qo'shmasdan gapirish mumkin. O'ta kamtarin, kamsuxan insonlardan biri. Ishga juda ham mehr qo'ygan. Keyin ishlash jarayonida hech qachon kechikmaydigan, ishni oxirigacha yetkazadigan insonlardan bittasi. Endi o'zingizga ma'lum, siz ko'pincha taklif qilgansiz ishlarga. Keyin bir nima qilsam, u odamda shunday bir hislat bor ekanki, men keyin o'yladim. Mana misol uchun ikkita odam finishga chopib ketayotgan bo'lsa, birinchi ketayotgan odamda Vahidakam bo'lsa-da, ikkinchi ketayotgan odamga qarab turib, mayli shu odam o'tib keta qolsin deb, o'zlari qolib o'sha odamni qo'yib yuboradigan inson edilar-da shunaqa. Siz ham fikrlaringizni eshitmoqchimiz. Endi hozir yaxshi to'g'ri gaplarni gapirding. Men ko'pincha anaqada Sobtakam bilan ishlagan paytlardan boshlab bilaman. Sobtakam bilan o'sha Afoniya, yana haligi bir ikkita filmlarga ko'p, Kavkaz asirasi va boshqalarda birga yonlarda turib ishlaganman. Keyinchalik rejissor bo'lgandan keyin ba'zi filmlarda menga ham to'g'ri kelib qoldi. Ayniqsa shu haligi Kuzgi marafon degan bir film qildik. Basilashvili bu Leonov ham o'ynagan o'shanda Jek xodimini. Endi Vahdakamdagi o'sha hali sen aytgandek tartib, intizom, o'sha hali ishtiyoq, o'shanga berilib, lekin bilasan Vahdakan juda ham ishonuvchan, bir ajoyib ko'ngilchan odamlar. Hali o'zing latifalaring bor aytib berasan. Shu kishi bilan ishlaganda odam rohat qilardi, hech qanaqa qiynalib. Endi hali yaxshi bilardilar, lekin hali aytgandek kamtarlik qilib, mantini aytib bergin, mantini sal tutib yuborgin, hali lekin o'ta talabchan. Albatta. Bo'ldi, yaxshi bo'ldi. Vaqtida desa, yo'q, yana bitta yozaylik, yana bitta yozaylik deb qo'yardi. Chunki millionlab odam ko'radi, mahjolat bo'lib qolmay derdilar-da. Bundaqa xususiyatlarni soatlab gapirsangiz bo'ladi, xudo rahmat qilsin. Hali seni bir latifalaring bor. Endi Vahidakam o'zingizlarga ma'lum, bu dublyajdan bir daromad manbalaridan biri. Endi Vahidakam har doim Leonovga ovoz berganlar uchun shu Latifa Leonov orqasida bo'lardi. Shu 6 oy, 7 oy, 1 yil o'tmasdan shu Leonovni o'ldirib
siqilaverardik. Vaqt ham siqilaveradi. Boya aytganingdek juda o'ta ishonuvchan odam bo'lgan. Bir kun menga shuni aytishdiki, "Sen boshlaysan" dedi. Bo'pti dedim. Keyin kirdimda gapni bu Novodevичий kladbishi qo'yarkanmi dedim. Mozor Novodevичий Moskvadagi mozorga qo'yarkanmi? Sen bu yoqdagilar darrov ilib ketishdi. Yo'q, Narodniy arxiv bo'lsa qo'yaveradimi? Vaqt ham sekin kelib quloqlarni tutyaptilar. Kim to'g'risa gap ketyapti. Sekin, "Hojim, kim gapirasizlar? Ya, bittasi o'libdi. Shundan yetmay turibmiz. Yana qayerga qo'yarkan, Kremlga qo'yamikin, unaqa deb. Yo, oxiri shunday bo'ldiki, aytdi keyin, shuni Leonov o'libdi. Ah! Leonov o'libdimi? Sekin meni bu yoqqa chaqirib olib, o'lmasdan oldin 5-6 kino o'ynaganmi dedi. Qanchagami? Qanchaga, lekin yaqinda ketaman. Bugun meni ham bo'sh kunim, ishlamayman. Shanba kuni ishlaymiz. Payshanbada dam. Biz Vasiliy Ignatich o'tiribmiz. Ishlayapmiz. Juda soz. Hozir tanishganimizni yuvamiz. Vasiliy Ignatich, bilasizmi, ishlashimiz kerak. Bu ishga xalal bermaydi. Rus arog'i, araq bularga yoqadi. Stol ustidan qog'ozlarni olib bo'shatish kerak. Otamlashamiz. Omon aka, vaqt akam rahmatli, sizga ham teatrda qadrdon bo'lganlar, ham dublyaj sohasida shunaqami? Ha, men vaqt akamni juda ehtirom bilan eslayman, chunki men yoshligimda juda ko'p uchrashganman odam bilan, dublyajda yosh bola edim unda. Keyinchalik shu meni orqamdan kuzatib yurgan bo'lsalar kerak. Har qalay bir kun gapdan gap chiqib, shu tuzga borsam meni ishga olarmikin deb so'radimda. Shunda qani yurchi deb olib keldi. Shundan keyin men bu 55-yil endi. 55-yilda shu tuzda 1 yil ishladim. Vaqt akam bilan baqamda. U paytda endi yetuk aktyorlardan biri Vaqt aka, Optolib, Badal Mag'amedovlar bo'lardi. Shuni yosh aktyorlarga birinchi qadamda yordam berishardi. Ko'proq shu Vaqt aka, Opt aka, Badal aka yordam berishadi. Har qalay, demak, meni birinchi ustozim Vaqt akam bo'ladilar. O'sha teatr sohasida. Endi Vaqt aka bilan keyinchalik partnyor bo'lib, ko'p filmlarga ovoz berdik. Shuni aytish kerakki, Vaqt akani ko'proq faqat Leonovga ovoz beradi deb tushunishadi, Yevgeniy Leonovga. Aslida o'zi Vaqt aka boshqa rollarga ham, aktyorlarga ham ovoz bergan. Juda ko'p ovoz bergan, lekin keyinchalik shu Leonov ekranda paydo bo'lish bilan unga ovoz faqat shu Vaqt aka berildi, chunki boshqa aktyorlarning ovozi tushmasdi. Endi o'zlari ham juda bir samimiy, bir nima deydi, bizda bir teatr sohasida bir gap bor. Bolalarcha ishonuvchan odamlar-da. Har bir narsaga chippacha ishonadi, rostdan ijro qiladilar. Shuning uchun uni ijro qilgan rollar ichida eng shu ko'zga ko'ringani, tarixda qolgani, hamma tiliga tushgani o'sha Leonov bo'ladi. Endi shunisi qiziq ediki, filmdan oldin, film ko'rsatiladi dublajdan oldin. Shu Film boshdan oxirigacha bir ko'rib chiqdi. Ha, bir ko'rib chiqiladi. Shu qaysi aktyor nima qilishini zalda o'tirganlar siz deb aytishadi rejissor. Endi shu vaqtdagi Leonovga film ko'ribdi, men e'lonimni zo'r o'ynaganga men qiynalib qolaman deb hadiksiradilar. Bu hadiksirash emas. Qanaqadir o'sha aktyorning oldida istihola degan bir gap bor edi. Mas'uliyat istihola bor edi. Shu aktyorga yetkazib dublyaj qilib berarmikinman degan qanaqadir istihola bo'lardi. Bu ham shu aktyorning o'zining ishiga mas'uliyatdan qarashdan dalolat beradi. Vaqt akamni ham teatrda, ham televideniyada mehnatlari, dublyajda, kinoda mehnat qilgan mehnatlari zoya ketgani yo'q. Juda ajoyib rollar yaratib ketganlar.